Assalamualaikum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2025-yili 11 ayning 8 kuni shanba sahar. Men bugun bundaq ikki temada so'zlab beray deb o'yladim. Birinchisi Amerikaning navbatdagi iqtisodiy ahvoli haqida, ya'ni makrolik iqtisodiy masala haqida. Ikkinchisi, shu vaqtning o'zida, shu bir ikki haftadan buyon Amerikada idora jamiyatlar xizmatchilarini kelar yillik sağlamlık sug'urtasi va boshqa moliya jihatdan, kirim jihatdan ma'lum bir qarorlarni chiqarishga da'vat qiladigan chog' mazgil. Buni az to'la tushunib qo'yish va shu bo'yicha tushunish asosida qaror chiqarish hozirgi ahvolimizga va keyingi ahvolimizga bo'pmi iqtisodiy jihatdan ta'sir ko'rsatganligi uchun u haqda az to'la so'zlab qo'yay deb o'yladim. Shu ikki masala to'g'risida so'zlab bermoqchi. Xabaringlarda Amerikada, ya'ni mening anglovchilarimning ko'pinchisi Amerikada ekan. Amerikada 9 ayning 30 kundan burun Amerikaning parlamenti, ya'ni Demokratlar partiyasidan yoki Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan ikki taraf kelar yillik moliya xomchotini, ya'ni Amerika hukumatining davlatning xomchotini ma'qullash ishida birlikka kelinmaganligi uchun Amerikaning hukumatining ba'zi tarmoqlari to'xtab qoldi. Ya'ni shutdown deydi buni bizning tilimizda. Taqilib qolishi deb tarjima qilsak muvofiq bo'ldi deb qarayman. Chunki davlatning kirimi bojdan kirdi. Har xil shakldagi bojdan kirdi. Masalan, kishilarninki federal markaziy hukumatga to'laydigan kirim bejidan, anandan keyin tamojna bejidan deganga o'xshash. Va shirkatlarning hukumatga topshiradigan bojlardan kirdi. Va hatto tamako meysharabda kirdi hukumatning xazinasiga, markaziy hukumatning xazinasiga. Endi bu pullarni hukumat Amerika parlamentining tasdiqini o'tkazgandan keyin, ya'ni o'zlari Oqsaroy bir plan tuzdi. Planni nimaga parlamentga yo'llaydi? Parlamentning har qaysi tarmoqlari bu xomchotlarni ko'rgandan keyin bular munozara qilishdi, muzokara qilishdi, datalash qilishdi. Ya'ni bu pullarning xomchotning ichida davlat mudofaasiga ajratilgan pul bo'ladi, ma'rifga ajratilgan va avam puhraning kirimi töverek kishilarga ajratilgan pullar oldu. Masalan, Snap deb qo'ydi. Snap degani ba'zi kirimi töven aholilarninki ozuqliq yetishmasligining oldini olish uchun, ya'ni och qolmasligi uchun aholi soni jiq, kirimi töverek aholilarga beradigan yordam puli. Amerikada buni 40 milliondan ortiq kishi oladi ekan. Muşu to'g'risida ikki partiyaninki odamlari, parlamentning odamlari, ikki partiyadan bo'lgan, bular datalash qilishib, ananiki bir nuqtaga kelib, cho'qim buni 9 ayning 30 kundan burun tasdiqlab bo'lish kerak. Qarordan o'tish kerak. Andan bu prezidentning oldiga borgan vaqtda prezident qo'l qo'ygandan keyin kuchga yo'ladi degan gap. Lekin hamisha bu parlament a'zolari bir yoki ikki partiyadan bo'lganlar bir yoki kelib ketolmaydi. Hukumatninki bular bir yoki kelmagandan keyin qanday bo'ldi deganda, kelar yillik xomchot, yana bir yilga kelar yillik xomchot tasdiqlanmagandan keyin, pul ajratilmagandan keyin hukumat tarmoqlari ma'lum ishlarni qildigan, masalan, davlatlik bog'chilar deymiz, anikin avarayi nima? Aydrom stansiyalari deymiz. Pasport becirdiğen yerli deymiz ve əlaqədək ictimai sığorta pulunu taxtdıgan orunlar deymiz. Mana bularning ki, yəni işləydiğən adamlarning ki, hacaydiğən pul olmağandan keyin o idarələrə bir qismlarını işdən boşdudu, bir qismlarını işləbdi, pulunu keyin xamçot təsdiqlanğandan keyin taqtib berimiz deydi. Qanun içində belgilenген.
Burunmu bu necha qitim bo'lgan bundaq ishlar? Obamaning vaqtida bo'lgan, hatto Clintonning vaqtidan bo'lgan, eng yaqinqisi 2018-2019 yillar bo'lgan. Ammo hozirgidek mundaq 2 oydan ortiq bir uzun bo'lib ketmagan. Ya'ni burunqilari bir kundan keyin vaqt o'tib ketib, bir kundan keyin ma'qullangan yoki bo'lmasa bir oydan keyin ma'qullangan, hozirgidek uzun bo'lib ketmagan. Shundaq bo'lganlikdan hukumatningki muhim tarmoqlari, ya'ni Bureau of Labor Statistics deydi, emgak statistika idorasi har oyda o'tgan oydagi ishsizlik nisbati haqida qaror chiqaradigan gap. Sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi, uchurlarni beradigan gapdi. Uni qilolmadi. 9-oylik ishsizlik nisbati haqida bir nima deyolmadi. 10-oylik haqida bir nima deyolmadi. Endi bu, ya'ni iqtisodiy uchurlar aniq bo'lmagan ahvol ostida, bu iqtisodiy uchurlar aniq bo'lmagan ahvol ostida bozor biroz tartibsizlikka cho'kadigan gap. Chunki ishsizlik nisbatining qandoq bo'lishi Markaziy bankining o'sim nisbatini tuvallatmasligiga ta'sir ko'rsatadi. Pul paxalligi haqidagi uchurning rasmiy, ya'ni hukumat organlaridan taqtilmasligi, berilmasligi bu ham o'sim nisbatininki yuqori bo'lishi yoki tuvan bo'lishi haqida Markaziy bankining qaror chiqarishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan bozor, pul muomala bozori noaniqlikqa cho'kadi. Ya'ni tumanliq yo'lda mashina haydagandagidek ish bo'ladi degan gap. Biz mana buningki hozirgi nemisini ko'ryapmiz kunimizda, shu ishlarningki, shu xil bir qaror kelinmaslikninki hukumatning ba'zi tarmoqlariningki taqlib qilishninki ziyonlarini hozir ko'rgili turdik. Albatta, davlat mudofaasiga atlab xarajat biriyatni chiqarish uchun davlat mudofaasi qonun tarmoqlari, masalan, markaziy hukumatninki qonun ijro qilgan tarmoqlarda ularning xizmatchilari, ya'ni ishlab turuvchi hukumatning muhim tarmoqlari bo'lgandan keyin, ammo ba'zi bir mulozimat, ommaga mulozimat qiladigan, pasport bejiradigan, ijtimoiy sug'urta chekini, ya'ni social security checks deydi, uni qiladigan, andan keyin Medicare, ya'ni yashanganlarga Medicaid deydi, kirimi tuvallarga sug'urta, sog'lomlik sug'urtasi jihatda yordam qiladigan o'rinlarning ishlari oqsaydi, palachalik tushib qoldi yoki to'xtaydi degan gap. Hozirga qadar hukumatning sohalaridagi xizmatlarning to'xtab qolish sababidan 30 mingdan ortiq markaziy hukumatga ishlaydigan kishilar ishsizlik puliga iltimos qilgan gap. Ya'ni hozirga qadar 30 ming kishi. Agar bu yana uzasa, bu odamlarning soni jiqiydi degan gap. Mana shundaq sharoit ostida rasmiy shaklda ishsizlik nisbati, iqtisodning ish nisbati, andan keyin pul paxalligi haqida uchurlar, statistik uchurlar berilmagan ahvol ostida muhim xalqlik iqtisodiy masala, masalan, Markaziy bankiga o'xshash masala qaror chiqarishdan o'sin nisbatini tuvallatish yoki tuvallatmaslik yoki oshirish haqida bir deyilmaydi. Eng yaqinqi, ya'ni hukumatning shu funksiyalik tarmoqlarining xizmatlarining to'xtab qolishdan burunqi statistikalik, rasmiy statistikalik ma'lumotlar qanday deganda 3 cho'ng ko'rsatkich. 3-faslda Amerikaning iqtisodining ishi o'ttiz hisob bilan yiliga hisoblagan vaqtda 3,18%lik surat bilan oshgan. Pul paxalligi 4, ishsizlik nisbati 4,3% bo'lgan, pul paxalligi 3% bo'lgan. Endi 9-oylik statistik ma'lumot yo'q, 10-oylik statistik ma'lumot yo'q. Biroq shunda bo'lsa-mu, qorong'ida odam chiroq bo'lmay qolib qolsa, chunmi deganda toshni, daraxtni, yo'lni sipab
bo'lsa-mu mangadigo shuningga o'xshash sho'xladatga o'xshatsaq ba'zi pul muomala bozoridagilar yo boshqalar yana nimaga qarayotidi desa qaysi xil ahvolga qarab uchurlarni egallaydi desa ba'zi xususiy tarmoqlarning ya'ni emgak kuchi bozorini tadqiq qiladigan shirkatlarninki ma'lumotlarni asos qilyotidi ularninki bir nechisiniki mushaqdiki uchurlari bir biriga ziddiyatlik birisi deydi 9-oyda ishsizlik nisbati ortdi 10-oyda tushdi debdi yana birisi debdi 9-oyda ya'ni uning aksicha 9-oyda ishsizlik nisbati tuvalladi 10-oyda oshdi deb ammo umumiy ahvol qandoq degan vaqtda Amerikaning emgak bozoridagi ahvol ya'ni mashinaning xotini tuvan nimaga sap qo'yganligidek emgak bozorida xizmatdan bo'shtish nisbati yoki surati tuvan ya'ni jiq bo'shayma bir qism bo'shitib bo'ldi ammo hozir ishdan qilayotgan odamlarninki ishdan qilish surati asta ammo xizmatga ilinishimi ya'ni nurg'un xizmat izlash munbardirda idora shirkatlarninki xizmat olamiz deydigan e'lonlarning xizmatchi qabul qilish e'lonlarning sonimi night oz demakchi ya'ni low hire low fire degan gap bu iqtisod qaysi sohalarda hozir shu emgak bozorida qaysi sohalarda masalalar gavdalik bo'lyapti deganda texnika pul muomala hukumat tarmoqlari ananikin sayohatchilik yasash sanoati uy mulk sohasida ishdan qilayotgan texnik sohasida ishdan qilayotganlar jiqroq bo'layotgan faqat bir sohada ishlayotgan gap xizmatga qabul qilinganlarning soni va nima desa sog'lomlik sohasi ya'ni sayyoh sistemasida shu yerdan xizmatga qabul qilingan odamlarning soni ishlayotgan boshqa sohalarda tushyotgan hamda hozirgi ahvollardan qaragan vaqtda cho'ng shirkatlar IBM Amazon UPS degan o'xshash cho'ng shirkatlar yana oldingi oylarda odamlarni ishdan bo'shatilgandek shartlar kelyotidi unda bo'lsa oldimiz hozir qadar Amerikaning markaziy bankisi 9-oyda o'sim nisbatan tuvallatdi 0.25%. 10-oyda tuvallatdi 0.25%. Anda yana bir yig'in ichildi 12-oyda. 12-oyda tuvallatamdi deydigan gap botdi. Mushundaq bir sharoit ostida, ya'ni sonliq ma'lumotlar aniq bo'lmagan, rasmiy sonliq ma'lumotlar, statistikalar chiqmagan sharoit ostida bu markaziy bankninki qaror chiqarishga ta'sir ko'rsatdi. Agar ishsizlik nisbati ishib ketib qolsa, ishib ketdi deb faraz qilsa, o'sim nisbatini bo'ldi tuvalladi 0.25%. Amerikaning moliya ministri Scott Bessent akını gap qilib deydiki, bir necha sohada, ya'ni uy mulk sohasida, uy silish, qurilish sohasida bir xil cho'kishlar o'tdi deb. Bu orqali nima demoqchi desa, markaziy bankga o'simni jiqroq tushadi demoqchi. Ammo Amerikaning markaziy bankasi Oqsaroyda mustasno holda mustaqil o'zining funksiyasini ijro qiladigan muassasa. Men Darun Ajamoğlu bilan James Robinsonning Davlatlar yoki millatlar nemish halok bo'ldi degan kitobni tarjima qilib qo'yapman. Hozir tarjima qilib 7-bobni tarjima qilyapman. Aslında imperiyalarning, davlatlarning, millatlarning ko'tarilishi va halok bo'lishida siyosiy muassasalar bilan iqtisodiy muassasalarningki rolining intayin zo'r bo'lganligini tarixdan buyon sharhlaydi, tushuntiryapti. Men shu hikoyani tarjima qilib beryapman, o'qib qo'yaptim kanalimda. Markaziy banklar mana bu iqtisodiy muassasalar. Muayyan ash kitoblarda hozirgi tarjima qilgan nuqtamgacha aytishcha iqtisodiy muassasalar bilan siyosiy muassasalar hammani o'z ichiga oladigan, odamlarga barobar fursat yaratib beradigan, ya'ni hayotlikda turmush kechirishida ularga nisbatan ozodlik bag'ishlaydigan fursatlarga erishish nisbati tangroq bo'ladigan mandaq
jahonlarda qurilgan imperiyalar yoki shu xil sharoitni hozirlagan imperiyalar uzun sürgan. Qachonki hokimiyat beshidikilar, oz sondagi kishilar siyosiy huquqni kontrol qilib, iqtisodiy muassasalarni o'zi uchun xizmat, o'zining manfaati uchun xizmat qildiradigan bo'lgan chog'da shohman cho'kishga boshlagan. Ya'ni u avam xalqning qon tarini sho'rash badliga bir qism atalmış yuqori qatlamdagi odamlarni baqqan. Munda chog'da cho'kkan. Rim imperiyasi mashinaga cho'kkan. Tarixda deb anadikin İspanlarninki Meksikalarni Janubiy Amerika qit'asini ishg'ol qilgan vaqtdagi hikoyalarini so'zlab, hozir Rimninkini so'zlayapmiz. Mana demakchi, mana shu biz deyotgan Amerikaning Markaziy banki bir iqtisodiy muassasa, u bir Cumhuriyetçiler Partisiga yoki Demokratlar Partisiga beqinmaydi. Uning mustaqilligi bor. Uning butun chiqargan iqtisodiy siyosatlari, qarorlari iqtisodning ishini qo'lga keltirish, pul paxalligini tizginlash, ya'ni pul qancha pulning kuchi bo'lsa, muqim bo'lsa, kishilarga ishonch berdi. Pul paxalligi ishib turadigan davlatlarda kishilarning ko'ngli vasvasiga tushadi. Pul va odamning vasvasiga tushadi. Chunki qo'lingizdagi necha million pul az vaqtning ichida hech nimaga arzimas bo'lib qolsa, ya'ni uningki miqdor emas, setvilish kuchi. O chaqda uzun yillik qilgan ajringiz nimaga ketgan bo'ladi? Boshqa ketgan bo'ladi-da. Amerikaning Markaziy bankisi Aqsaroydan mustasno holda o'zining ko'z qarashini siyosiy qarorlarni chiqarganligi uchun, ya'ni pul paxalligini tizginlash, ishsizlik nisbatini tovanlatish uchun mendaq ikki xil asosli ikki xil usulni qo'llanadi. Birisi o'sim nisbatini tengshash orqali, agar pul paxalligi ishib ketsa o'sim nisbatini tovanlatadi. Pul paxalligi ishib ketsa, kechirsizlar. Pul paxalligi ishib ketsa o'sim nisbatini oshirdi. İşsizlik nisbati ishib ketsa, yana o'sim nisbatini tuvallatadi. Agar ishsizlik nisbati tuvan bo'lsa, nisbatan kengroq bo'lgan kengayma pul siyosatini qo'llanadi. Ishsizlik nisbati ya'ni bak ortib ketib qolsa, nurg'un odam ishsiz qolsa, jamiyatda nima bo'ldi? Jamiyatda qalayim qarshilik kelib chiqadi. Namoyishlar bo'ladi, hokimiyatga qarshi gap so'zlar, harakatlar bo'ladi. Shuning uchun ishsizlik nisbatini tuvantish uchun nimani o'sim nisbatini tuvanlatadigan gap. Haddidan ziyoda masalan iqtisod bak gulinib qizib ketgan vaqtda taraytma pul siyosatini yo'lga qo'ydi. Haddidan ziyoda pul paxalligini tizginlashning eng yaxshi usuli amaliyotda o'sim nisbatini ko'tarish. Ondan yana birisi Markaziy bankning yana bir qo'llangan usuli required reserve ratio deydi. Nurg'un savdo banklari, mulozimat nurg'un banklar va mablag'chilik banklari cho'qim o'ziga omonat qo'yilgan aholilarning, shaxsiylarning, aholilarning, idora jamiyatlarning o'ziga omonat qo'ygan pulning ma'lum qismini, ya 10%ni ya 20%ni cho'qim Markaziy bankida talab bo'yicha naqd pul shaklida tutish kerak. O'ziga qanchalik pul kelgan bo'lsa, qo'yilgan bo'lsa, uning hammani qarz berib o'tmaslik kerak degan gap. Agar Markaziy bank qo'pib sana omonat qo'ygan pulning qo'yilgan pulning 20%ni emas, 30%ni cho'qim sen naqd pul shaklida tutsan desa, qarz bermaysiz boshqalarga desa, u chaqda jamiyat hamma bankga shunday talab qo'yilsa, u chaqda jamiyat qanday bo'lsa, pul qisiladi. 2007-2008 pul muomala krizisi dal shundoq banklarga qo'yilgan talabning tuvan bo'lganligidan kelib chiqqan. Haddidan ziyoda kengayma pul siyosati shundoq pul paxalligini keltirib chiqaradi. Pul paxali bo'lgan vaqtda qo'limizga pulning setilish kuchi tuvan bo'ladi. Bu chaqda to'laydigan narsamiz bizning maoshlarimizning o'sishi bak yuqori emas, yilga aran 2-3% yoki 5%, ammo pul paxalligi 8-10% bo'lsa,
әсірәп өмедеп қалдыған геп. Шуңа азыр мен асаслыкы Американың ки нөвәтке иктисади әхвалы тогрысында мошенлек сөзләп куйдым. Әмді яны бір иш гәпнең дәслибедә мен дедим. Сабак өзімізге айт, ailemizге айт мәселені. Pensiya pulu мәселесі, salamatlik sug'urtasini aytmayman. Salamatlik sug'urtasi biz idari jamiyatlarga ishlasak, idari jamiyat ko'p qismini ko'tarib bo'ldi, o'zimiz yanchiqimizni ozroq to'laymiz. Chunki odam degan og'rib qoladi, zukam bo'ladi, qamisini o'rlab ketadi, yoki bo'lmasa hokazo. Xuddi mashinaga, uyga sug'urta olgandek odam o'ziningki badani a'zosi uchunmi, o'zining sog'lomligi uchunmi sug'urta oladigan gap. Istirxona oladigan gap. Salomatlik sug'urtasi deb qo'yamiz. Ya'ni bu bir necha salomatlik sug'urtasi sotadigan shirkatlar bor, ularning talabi bor. Mandaq oila soningizga, kirimingizga, idorangizning qanchalik ko'tarib berishiga qarab turib, shularni tanlaydigan gap. HMO, basic value deydi, yoki high deductible deydi, bir necha xil turlari bor. Buni aytmayman. Buni har yili 10 ayning oxiridan 11 ayning o'tirilishi bo'lgan aralıqda 2-3 hafta bir window, ya'ni fursat beradi. Bu 2-3 haftaning ichida tanlash kerak. Buningda ko'zimiz uchun vision insurance deymiz, dental insurance deymiz, tishimiz uchun, bütün beden uchun health insurance deymiz, sağlamlık sug'urtasi. Bu aile sonimizga qarab turib bo'ladi. Balalarimiz jiqroq bo'lsa, bundan yoki balamiz 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, bunu family health insurance deb ataymiz. Buning tanlagan nimamizga qarab turib, sug'urtamizga qarab turib, yenimizdan qo'shadigan pulning miqdori da o'zgarish bo'ladi. Masalan, aile sonimiz ozroq bo'lsa, o'zimiz yoshroq bo'lsak, odatda salomatlik sug'urtasini azroqni olgan yaxshi. Agar sal kesancharoq bo'lsak, yeshimiz uchun bo'lgan sira yoki og'rib qolaman deb qo'rqsak, sal qimmatrakni olgan yaxshi. Unda olgan vaqtda qimmatrakni olgan bo'lsak, oyda to'laydigan pulimiz jiqroq, ammo favqulodda cho'ngroq og'rib qolsak, sog'lomlik sug'urtasi ko'pinchisini ko'tarib berdi degan gap. Ammo 65 yoshdan keyin pensiyaga chiqqandan keyin odamlar ishdan ayrildi. Ishdan ayrilgan vaqtda idora jamiyatlar ko'tarib bermaydi bizning salomatlik sug'urtamizni. O da Medicare degan, ya'ni ommaviy sog'lomlik sug'urtasi hukumatnikiga qaraydigan gap. Uning o'zining o'ziga tushliq ko'taradigan, chiqimlarni ko'taradigan doiralari va bu to'g'risida so'zlamay. Demak, hozirgi shu mezgilda salomatlik sug'urtasini tanlagan vaqtda ahvolimizga qarab tanlaganimiz yaxshi. Uning ichida bir necha xili bor, eng qimmati bor, eng azni bor deganga o'xshash. Men odatda eng qimmatini olmayman, eng azni olmayman, o'tirdirakni olaman. Buni deb qo'yay. Ondan yana birisi health savings account deydigan gap bor, sog'lomlik uchun omonat hisoboti deydigan. Flexible healthcare spending deydigan bor. Ya'ni elastiklik bo'lgan yoki jonliq shakldagi xarajat hisoboti deydi. Bu nimaga berib taqiladi? Asosan shu bizniki sug'urtamizga berib taqiladi. Birinchisi health savings account degani sog'lomlik omonat hisoboti deb qo'yamiz. Bu o'zimizning xususiy hisoboti. Onunga biz masalan yiliga $1000 qo'yib mangsak, onu xərcləməsək, o pay pul muamele bazarında məbləğ qılıb silinib köpü yapmalıdır. Bu özümüzdən bir yıldan bir yılğa onu davamlaşdırıq oldu. Yəni birisi flexible healthcare spending, o bizning işləv atqan idarının qo'llashiga ish, ya'ni maaşımızdan baj to'lashdan burun tutib qoladi. Odatda kishilar $2-3 ajratadi, men shunday ajrataman. Yani doktorga borgan vaqtda copay deb qo'ydi. Yenimizdan chiqadigan pullarimiz bo'ldi $30-40. Ba'zi dorilarni yozgan vaqtda dorilarning hammani sug'urta ko'tarib ketmaydi. Yenimizdan
chiqiradigan ishlar bo'ladi. Andan CVS'dan vitamin oladigan ba'zi bir bundaq jiddiy vaqtda first aid deb qo'yamiz. Bundaq bir kesilib ketib qolsa chaplaydigan ishlar narsalarni ilishqa ash ketadi shu. Andan keyin ko'zoynak ilishda ko'zoynak olgan vaqtda sala agar ko'zoynak aynan nima ko'z sug'urtisi ko'tarmasa uni nima qiladigan gap ash pulimizni ajratadigan gap. Andan keyin ba'zi bir badanni tekshirgan vaqtda X-ray deb qo'ydi yoki CT deb qo'ydi. Shundaq ba'zi bir texnikalik meditsinada ishlatadigan texnikalik usullarni ishlatib badanni tekshirib etgan vaqtda hammani sug'urta ko'tarib ketmaydi %100. Ba'zi $500, ba'zi $600 mana to'laysiz deydi. Shu joyda ash puldan ajratamiz degan gap. Buningga diqqat qilib qo'yish kerak demakchi. Andan yana birisi bolalarimizni yasliga bergan vaqtda yoki maktablarga bergan vaqtda bo'lgan chiqimlar uchun baj to'lashdan burun ba'zi bir pullarni ayirib qo'yadigan gap. Bu shu narsalarni Amerikada yashayotgan qarindoshlar uqdi deb o'ylayman. Uqmaganlar uqib olsin. Chunki men xil bir mazgilcha bu ishlarga diqqat qilmabdi ekanman. Nimishqa desa mangu yosh turdigandek, mangu ishlaydigandek unda bo'lmaydi ekan. Vaqtning o'tishiga ergishib odam uni his qildi ekan. Shunga birinchisi shu pensiyaligimiz uchun cho'qim amal bo'lsinlar, yoshligimizdan tortib, xizmat chiqqandan tortib ma'lum summada, ma'lum prosentda pul qo'yib berish kerak. Chunki deganda idora qo'yib bergichi bo'lgan araliqda, ya'ni idora qo'yib men siz necha persent qo'ysangiz men 6% gacha match qilib berman deb qolsa, o'shni qo'ldan bermas kerak. Agar biz xususiy shirkat ishlab qolsak 401k deydi, onun pul qo'ymasak idora beradigan puldan qo'rqib qolamiz. Ammo 2012 yildan boshlab Amerikada idora jamiyatlar xizmatchilarining yashangan chog'laridagi holati uchun, iqtisodiy ahvolining yaxshi bo'lishi uchun ularni avtomatik shaklda hech bo'lmaganda deganda 1%, 2% pul qo'shib beradigan, agar maoshni o'zlari ayirsa, ularga to'liq 6% qo'shib beradigan bo'lmasa, 1-2% shunaqa beradigan tuzumlarni ba'zi idora jamiyatlar yo'l qo'ydi. Bizningki 2012 yildan boshlab shunaqa yo'l qo'ygan. Bizning idoraga nurg'un idora jamiyatlar xizmatchilari nimaga chiqqandan keyin, pensiyalikka chiqqandan keyin bir nima bermaydi asosan. Bermaydi. Jiqroq ishlayotgan vaqtda ko'proq pensiyalikka 10%, 12%, 13% pul qo'yib bergan bilan xizmatdan shunday ayrilib pensiyaga chiqqandan keyin bir nima bermaydi. Bizning idoralar yaxshi yeri hozircha pensiyaga chiqqandan keyin annuity shaklida ma'lum muqim so'mlik pulni pensiyaga chiqqandan toki bu dunyodan ketguncha shunaqa beradigan ishlar bor ekan. Men shuni ishini qilib ayni chog'da ketkizib o'tganman xeyli yillarni ketkizib o'tganman o'zim iqtisod o'qib turib. Shunga qarindoshlarimizning bo'pmi yosh sing'illarimizning mushu xil fursatga, mushu xil holatga sal qaramasligini bir umid qilaman. Nimishqa degan vaqtda puli bo'lmagandan puli bo'lmagan yaxshi desa birasi cho'qimki uninga ishonmang. Puli bo'lish, iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lish, puli bo'lmagan iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lgan qaragan chog'da har zaman yaxshi. Chunki siz bu yerda halollab yashayapsiz, tirishib yashayapsiz jamiyatlarda. O'zingizning haqqi bo'lgan idora jamiyatlar beradigan pullardan qo'rqqanman. O'zingiz ozroq iste'molingizni kessangiz, izchil davomlashtirsangiz, pulning psixologiyasi degan kitobda shuna deydi, Morgan Housel. Izchillikni aytib o'yim. Kichik bo'lsa, az-az amanat qo'yib mangsangiz, uzun mezgilda vaqtning kuchini ko'rsiz, ya'ni compounding effect. Jug'lanma ta'sirining kuchini ko'rsiz deydi.
Mayli biz nerede yaşayotgan bo'lmayli, Amerikada emas, bu Yevropa davlatlarida yaşayotgan bo'lsaqmi, bu ishga diqqat qilish kerak. Yevropa davlatlarida pensiya puli bilan salomatlik sug'urtasining ahvoli Amerikanikidan biroz farqliq. Kanada, Avstraliyada shundoq, mening bilishimcha. Ularda umuman aytgan vaqtda Yevropa davlatlarida, ko'pincha davlatlarda fuqarolarningki sog'lomlik ahvoli hammadan degandek sug'urtasi bor, ammo vaqt jihatdan jiqroq tekshirtish uchun, doktorxonaga ko'rinish uchun jiqroq saqlash mumkin. Bak narsalar azam bo'lib ketsa, bekorlab ketsa, shunday bo'lgan gap. Lekin pensiya puli masalasida ularning ba'zi davlatlarning, masalan, Iceland, Gollandiyaga o'xshash davlatlarningki nazarlanib qo'yildi. Pensiya tuzumi Yevropa davlatlariga boshqa davlatlarga qaragan vaqtda xilla yaxshi ekan. Şu salomatlik sug'urtasi, pensiya puli bu o'zimizga aloqador masala. Bizning hozir qanday qaror chiqarishimiz kelar yillik va keyingi yashangan chog'dagi ahvolimizga ta'sir ko'rsatadi. Shunga buningga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Dunyoning qayerda yashayotgan bo'lsak, Yaponiya olamdi, Turkiya olamdi, qayerda yashayotgan bo'lsak, shu ishlarni tushunib, avval o'zimiz yashayotgan jamiyatlarningki siyosatlarini, qonunlarini tushunib, bilish asosida qaror chiqarsak, yaxshiroq bo'lgan hayotni yashay olamiz deb o'ylayman. Rahmat.